Bugun fayzli va qutlug' ayyom 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan barchangizni chin qalbimdan o'zim va rahbariyat nomidan tabriklayman. Bugungi bayramni tinch va osuda yurtda nishonlayotganimiz ulkan ne'matdir. Ona sifatidagi mehnatingiz uchun, ustoz sifatidagi xizmatingiz uchun, jamiyat taraqqiyotiga qo'shayotgan hissangiz uchun barchangizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Nega? Bugun universitetimizda 577 nafar professor, o'qituvchilar faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, 114 nafari ayol olimalar hisoblanadi. Ayol hamkasbimiz himoya qilsa, siz qahramonsiz deyman. Bayram tadbiri asnosida biz ayollarga ko'rsatilayotgan iltifot, ehtirom ichimizdagi mitti jajjigina malikani yana bir bora jonlantirdi deya olaman. Ishonamanki, ilm ahli bo'lgan olima ayollarimiz uchun yangi muvaffaqiyatlarga asos bo'la oladi.